ilk bor umra qilish. Bu oddiy safar emas. Bu qalbning uyg'onishi. Yo'lga chiqishdan oldin chamadonga emas, niyatga ko'proq e'tibor qiling. Chunki amallar niyatga bog'liqdir. Ka'bani birinchi bor ko'rgan oningizda ko'zlaringiz yoshga to'lsa uyalmang. Ko'z yoshlaringizni yashirmang. Bu vaziyatdan foydalanib, Robbingizdan ko'p xayrli narsalarni so'rang. Ular xoh dunyoviy bo'lsin, xoh uxroviy. Duolarda faqat o'zingizni emas, sizni ko'zlarida yosh ila kuzatganlarni ham eslang. Ibodatlarda shoshilmang, bozorlarda ko'p yurmang. U yerga nima uchun borayotganingizni unutib qo'ymang. To'g'ri charchaysiz, ammo bu charchoqni ham savobi bor. Eng muhimi, umrani ado etib qaytish emas. Umradan yaxshi ma'noda tamomila boshqa inson bo'lib qaytishga harakat qiling. Chunki u yerdan hech kim avvalgidek bo'lib qaytmaydi. Ilk bor umra qilish. Bu oddiy safar emas. Bu qalbning uyg'onishi. Yo'lga chiqishdan oldin chamadonga emas, niyatga ko'proq e'tibor qiling. Chunki amallar niyatga bog'liqdir. Ka'bani birinchi bor ko'rgan oningizda ko'zlaringiz yoshga to'lsa uyalmang. Ko'z yoshlaringizni yashirmang. Bu vaziyatdan foydalanib, Robbingizdan ko'p xayrli narsalarni so'rang. Ular xoh dunyoviy bo'lsin, xoh uxroviy. Duolarda faqat o'zingizni emas, sizni ko'zlarida yosh ila kuzatganlarni ham eslang. Ibodatlarda shoshilmang, bozorlarda ko'p yurmang. U yerga nima uchun borayotganingizni unutib qo'ymang. To'g'ri charchaysiz, ammo bu charchoqni ham savobi bor. Eng muhimi, umrani ado etib qaytish emas. Umradan yaxshi ma'noda tamomila boshqa inson bo'lib qaytishga harakat qiling. Chunki u yerdan hech kim avvalgidek bo'lib qaytmaydi.